Siz ham oyiga 3 million, 5 million so'mga ishlashdan charchadingizmi? Har kuni 10 soat, 12 soatlab ishlab, o'zingizni natija ko'rmaydigandek his qilyapsizmi? Bu hayotingiz siklga tushib qolgan. Ish, uy, charchash, yana ish, yana uy va bu narsa davom etaveradi. Siz SMM qilib ko'rdingiz, postlar, storieslar joyladingiz, lekin mijoz kelmadi. Shuning uchun nimadan boshlayman, birinchi loyihamni qayerdan topaman degan narsalar bilan o'zingizni qiynab, bu sohadan chiqib to'xtatib qo'ygansiz. Meni ismim Sultonov Samandar. Hozirda men Sfera Media'da ishlayman va Sfera School'da SMM bo'yicha speakerlik ham qilaman. 5 yil mobaynida 40 dan loyihalar bilan ishladim, ularning savdosini oshirdim va haqiqiy natija olib kelganman. Mijozlar menga oyiga $1000, hattoki undan ko'p bergan, ba'zida оборотdan foizlar ham berishgan. Lekin men ham eng pastdan boshlaganman. Men ham qo'rqaman, nima qilishni bilmagan paytlarim ham bo'lgan. O'shaning uchun siz xavotir olmang, chunki siz hozir to'g'ri joydasiz va to'g'ri kursni tanladingiz. Sfera bu o'zi marketing agentligi hisoblanadi. O'zbekistondagi yirik katta brendlar uchun biz marketinglarni yuritib beramiz. Portfolyolarimiz juda ham katta va ularning qatorida siz biladigan brendlar ham bor. Misol uchun Domino's Pizza, Les Isles, B&B kafesi, British Management Universiteti, bularning barchasini siz yaxshi bilasiz va biz bular bilan ishlaganmiz. Shuning uchun aynan siz uchun biz mana shu SMM kursini yaratdik. Bu kurs orqali siz noldan bilim olib, bir necha oy ichida professional mutaxassisga aylanishingiz mumkin va birinchi mijozlaringizni ham topishingiz mumkin. Kursimiz 3 oy davom etadi va 3 ta etapdan iborat. Birinchisi bu start, siz boshlang'ich bilimni olasiz va SMM sohasiga birinchi kiradigan va kirish kerak bo'lgan narsalarni o'rganasiz. Ikkinchisi bu pro, siz o'zi birinchi mijozlaringizni topib, birinchi daromad qilishni boshlaysiz. Va uchinchisi bu legenda, ya'ni ekspert darajasi. Siz professional SMM mutaxassis bo'lasiz, ko'proq loyihalar bilan ishlaysiz va haqiqiy katta daromad qilishni boshlaysiz. Kurs mobaynida 12 ta modul bo'ladi va har bitta modulda 6 tadan 8 tagacha darslar bo'ladi va ularning barchasi yozib olingan bo'ladi. Shu uchun siz istalgan vaqtda darslarimizni ko'rib o'rganishingiz mumkin. Undan tashqari kurs mobaynida men siz bilan har hafta gaplashib turaman. Zoom orqali sazonlar qilamiz. Sizlarning savollaringizni razbor qilamiz va sizlar bilan gaplashamiz. Undan tashqari siz uchun uyga vazifalar beradi va bu uyga vazifalar orqali siz yaxshiroq natijalarga erishishingiz mumkin. Birinchi oydan sizda portfelingiz paydo bo'ladi va mijozlar olishingiz mumkin. Chunki bu modulda birinchi 4 ta modulimizda sizga strategiya qilishni, kontent qilishni, rekomendatsiya qilib chiqishni va reklamalar yoqishni o'rgatamiz. Bu orqali siz birinchi mijozlaringizni topib, pul ishlashni boshlashingiz mumkin. SMM kursimiz aslida 3 oy uchun 6 million so'm turardi, lekin faqat oldindan yozilganlar uchun va shu videoni ko'rib, keyin yozilganlar uchun atigi 8 ming so'm. Bu pul orqali siz bitta magazinga borib, kiyinsangiz ham xuddi shu pul atrofida bo'ladi. Nimaga bunaqa? Chunki biz bu potokda maksimal ko'p odamni o'qishini xohlaymiz. Bundan oldingi potoklarimizda rus segmentatsiyasi uchun kurslarimiz yozib olingan va 96%, 98% odamlarimiz kursdan mamnun bo'lgan. Xohlasangiz Instagram sahifamizga kirib, bu narsani ko'rishingiz mumkin. Bu maxsus narx, joylar soni ham cheklangan. Shuning uchun agar siz hali ham oddiy ishda ishlab charchagan bo'lsangiz, yangi kasb egasi bo'lib, yaxshi daromad qilishni xohlayotgan bo'lsangiz, pastdagi tugmani bosib, bugunoq yozilib o'qishni boshlang. Bugunoq boshlang. Offline kurslarimiz ham bo'ladi, lekin sal keyinroq. Avval biz onlayn kursimizga start berib, sizlarga bilim berishni boshlaymiz.